kimningdir g'ami, kim uchundir mo'may daromad manbai bo'lishi mumkinmi? Hamma narsadan pul va boylik yasashga o'rgangan insonlar uchun afsuski, qoida kerak bo'lmas ekan. Xullas, jamiyatimizda korrupsiyagen vaziyat hukmron bo'lishiga qo'shtirnoq ichida hissa qo'shgan yana bir shaxs pora ustida ushlandi. Viloyat prokuraturasi va Davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasi xodimlari hamkorligida Jizzax shahri Qassoblik mahallasi hududida joriy yil 13-yanvar kuni o'tkazilgan tezkor tadbirda advokatlik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan shaxs firibgarlik va mansabdor shaxslarga dalolat qilish maqsadida pora olayotganda ushlandi. Tergovga qadar dastlabki surishtiruv ishlarida ma'lum bo'lishicha, ushbu shaxs fuqarodan uning mas'uliyat cheklangan jamiyat bilan o'rtasidagi nizoli vaziyatini fuqarolik ishlari bo'yicha Jizzax tumanlararo sudida ishlaydigan tanish sudyalari orqali hal qilib beraman deb 4 million so'mni pora tariqasida so'ragan. Hozirda mazkur holat yuzasidan viloyat prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.